وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum hürmetli görürmenler. Kur'an ve biz namlıq programımızdaki nöbetdeki sanıda takvadırlar nimetke erişidi degen ayet hakkı toxtalımız. Allah subhanahu wa ta'ala Neba surasida mundaq deydi. İnne lil muttaqina mafada hadaiqa ve a'naba ve kawa'iba atraba ve ka'san dihaqa. La yesma'una fiha lagwa ve la kizzaba. Cezâen min rabbika atqâen hisâba. Sadakallahul azim. Tercümesi şeksiz ki takvadırlar nimetke erişidir. O nimet bağlar, üzümler, şuningdek yani tang tush qizlar to'ldirilgan jamlar, sharaplar bilan to'ldirilgan jamlar bo'ladi. Bular bu jannatda bihuda so'z, yolg'onchilik anglamaydi. Mana bu Rabbiningki tarafidan berilgan bir mukofot, yetarlik atosidir deydi. Mufassirlar bu oyat karimni tafsirlab, bu yerda shu taqvodir bo'lgan odamlar, bu hayoti dunyoda taqvodir bo'lish uchun nurg'unlagan jafo mushaqqatlarga bardashlik berishga to'g'ri keladi, nurg'ulgan sinoqlarga duch keladi. Ammo buningga bardashlik beradigan muttaqi bandalarningki mana mukofoti shu oyat karim deyilgandekidek va yana boshqa bir qancha oyatlar karimda bu taqvodorlarga ajoyib go'zal kelajaklarning bo'lganligini, oxiratda güzel neticelerninki baxsadet erişidiganligi, nimetlerge erişidiganligini Allah bayon qiladi. Bu yerda nimetga erişidi deb bu nimetlarni bog'chilar deydi. Ya'ni jannat degan bütün shu bog'chilar bilan, jannatning bir ma'nosi zaten bog'cha degan bo'ldi. Bog'i bo'stonlar, buluqni u yerda alohida g'ildigan alohida nimetlar shu bog'larning ichida üzümtal, güzel bir manzara paydo qiladi ekan. Ya'ni üzümtallik shunda bir cennetlerde Allah mukafat kılıp buyurdu. Bu yerde bularga tangtush yaştaki kızlar yani hurul eylla buyuruldu deydi. Allah Teala bir ayet kerimde Suriyasının bir ayetinde inne ashabel cennetli yevme fi şugulun fakihun deydi. Yani cennet igilleri bu günde yani cennet çıkığı vaxtında bular bir meşguliyet içinde bulu degen. Meşguliyet degen şu hurul eylla bilen bo'lgan işret içinde buludu deb tafsir qilgan ulamalar va ajoyib katta ne'matlarga erishadi degan. Bu yerda Alloh taolo bularga tang tush qizlarni berildi deydi. Endi hurul eyllaning tarifi hammalarga jiqlarimiz bölümüz bu shunda bir güzel ayollar bu dunyoda hayot dunyoda sabr qilib Allah'ın Resulü ko'rsatgan yo'lda mangallarning mukofoti oxiratda shunda hurul eylla bilan mukofot berildi ekan. Peygamber Islam degan bir hurul eyninki bitta lichiki bu dunyodagi narsalarning hammasidan yaxshi degan. Shuningdek ularga liq to'ldirilgan sharoblar keltirildi deydi. Yana bir qancha oyat karimda ahli jannatiga shunda sharoblarning berilganligi, bu sharoblarning bu dunyodagi haraq sharab o'xshamaydiganligi, bosh og'ritmaydiganligi, masx qo'ymaydiganligi, ammo onun şunda huzur ve şunda kuch kuvvet bağışlaydiganligi qilganlanadi. Yani bularga liq jamlarda to'ldirilgan sharoblar sunuladi, bu huzurlanadi. Deb bo'lib aqsida bu cennet yana bu lag'va yolg'on so'zlarni anglamaydi deydi. Medeniyetlik yetishgan shaxslarni eng bizar qiladigan narsa shu behuda so'z va yolg'on so'zlardir. Yani cennetde sizni bir rahatsiz qiladigan farang so'ringlarmi bo'lmaydi deydi. Bu yerda şu lag'vi behuda söz ve rahatsız qiladigan yolg'on söz deganlarni anglamaydi. Mana bu Rabbi tarafından berilgan katta bir mukofot, yetarlik bir atası Rabbimizdanki deydi. Unda bo'lganda bu yerda bir savol keladi, hammalarning arzuyimiz shu ne'matlarga bir erishsak deb.
Amma şu Qur'oni Karimda tasvirlagan taqvodorlar kim? Taqvodorlarning sifati nima? Shu taqvodorlarga biz tushundik. Qanday Qur'oni Karimdagi taqvodorlardan bo'la olamiz? Mana bu hammamizningki bo'lishib tegishli bir savol kallamizda. Taqvodorlarni insonlar har xil o'lchamlar bilan tushunadi. Endi biz Qur'oni Karimdagi shu taqvodorlarni Qur'on va hadisning tili bilan anglaylik. Taqvodor deganda kallamizga boshqa bir tasavvurlar kelib qoladi. Amma Qur'oni Karim taqvodorlarni indab sifatlagan, qanday odam taqvodor bo'ladi ekan? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisda, ya'ni Imom Muslim Abu Hurayradan rivoyat qilgan sahih bir hadisda aytgan, "At-taqva hauna" deb 3 qatim, ya'ni taqvolik bu yerda deb o'zining qalbini ko'rsatgan. Ya'ni taqvolik avval shu qalbimizda yildiz topsa, qalbimizda bo'lsa, anandan keyin bizningki amallarımızda o ifadesini tapsa, en bu takvalık bo'ladi. Ta'tirisiga biz qalbimizga o'rnamasdan tashqi qiyofatimizda taqvolikning ki sifatlari, namoyandalarini biz da'vo qilib men taqvolik desak, bu yaramaydigan taqvolik bo'lib qoladi. Taqvolikning eng avvali qalbning yildiz tortgan, qalbga o'rnagan, anandan keyin o qalbdagi taqvolik bizni Qur'on sünnet burgan amallarga undigan, Qur'on sünnet cheklagan ishlarni yandira olgan taqvolik, mana bu haqiqiy taqvolik bo'ladi. Qur'oni Karimda Sura Baqaraning boshida Alloh taolo taqvolarning bir qancha sifatini bayon qiladi. Alif lam mim zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'ayb va yuqimunas salat va yu'tunaz zakat va mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Tercümesi, mana bu Qur'oni Karimda şek yok. Qur'oni Karimning Allah tarafidan tushgan kitob ekanligida shak yo'q. Buni bu mufassirlar nurg'ulg'an nimani bayon qiladi bu yerda. Shunga bu Qur'oni Karimningki shak bo'lib qolsanglar, Qur'onni o'qishni keltirib beringlar deb Alloh taolo bir qancha bosqich bilib duo e'lon qilgan. Biz bu yerda bu temaga chimaymiz. Janob Alloh aytadi, mana bu Qur'oni Karimning Allohning tarafidan tushgan kitob ekanligida shak yo'q. Bu kitap taqvodorlarni yetaklaydi. Taqvo odamlarni to'g'ri yo'lda hayotning oxirigacha to'g'ri yo'lni ko'rsatib mang'an kitap deydi. Deb bu taqvodorlar kim? Deb mushadlan taqvodorlarni Qur'onning boshlanishida Sura Baqaraning avvalida taqvodorlarning bir qancha sifatlarini berdi. O taqvodorlar g'ayb ishonadi deydi. Ya'ni jannat, do'zax ko'z ko'ymay turib buningga qarg'ulaç emas. Delil paketlar bilan ayet hadislarga ko'ra mushu qiyomat kuni o'lgandan keyin tirilishning borligiga, jannatning borligiga, do'zaxning borligiga o'xshash bu g'aybdagi ishonadi deydi. Bir hadisda kelgan hadis qudusida Alloh taolo bandirim nima ish qilyapti deb farishtalardan, ya'ni uni tasdiqlash uchun so'raydi. Bular mushunda namoz o'qib qoldi, bular mushunda sendinki jannatingni tilovat etdi, do'zaxingni panohlik tilovat etdi degandan keyin bular mening jannatimni ko'ribdimi degan, yo'q, jannatni ko'rmadi, do'zaxni ko'rmadi degan. Agar jannatimni do'zaxni ko'rgan bo'lsa deganda, jannat do'zaxni ko'rgan bo'lsa, taxam bularninki amal qilishga bo'lgan nimasi yuqori o'rlagan bo'ladi degan bir mazmunda keladi. Hadislar, ya'ni bu yerda ko'z ko'rmagan jannatning borligiga Qur'oni Karimdan xabar berishi bilan Rasul Ekrem sallallohu alayhi vasallamdan xabar berishi bilan va shundaqla sog'lom aqlning taqozosi bilan ishonadi. Chunki har qanday bir shaxs bir do'kon açsa, har qanday bir shirkatni qo'sa chuqum uning jilda bir xulosini bo'ladi, xulosini qiladi. Bunda cho'ng koinotni yaratgan, bu go'zal insonlarni yaratgan, butun koinotni insonning xizmatiga bo'ysundirib bergan Alloh insonlarni behuda yaratgan emas. Buning shaksizki savol so'riqi xulosi bo'lganligini ham aql qabul qiladi. Ya'ni bular taqvodorlarningki birinchi sifati bu yerda g'ayb ishondiganlar deydi. Anandan keyin shu namozni Allohning Rasuli ko'rsatgan yo'sinda ado qilganlar deydi. Yana bir sifati bular o'zining melidan zakotini to'liq ado qilganlar deydi. Buning shu o'lchamlarni o'zimizning naqadar taqvolikqa tushmaydiganligimizni bilsak bo'ladi. Nurg'ulg'an insonlar namozni o'qiydi, chiqib ketmaganlikdan, ammo zakotga kelganda baxillik qiladi, shayton vasvas qiladi. Shu bu yerda har qanday Qur'oni Karimda shu
taqvodorning sifatini bayon qilsa, biri namoz qiladigan, ikkinchidan mush zakotlarni faqirlarga, mustahaqlarga yetkazib beradiganlar deb sifatlaydi. Yana mimma razaqnahum yunfiqun. Bu zakot to'lanlar qilmasdan biz rizq qilib bergan har qanday bir narsadan Allohning yo'lida xarajat qiladiganlar deydi. Taqvodorlikning sifati üçüncü sifat qilib bayon qilyapti Alloh taolo. Biz bergan narsalardan nafli sadaqa bu farzdan boshqa men o'zimizning mollarimizda faqir miskinlarning haqqi va xulim qo'shnilarning haqqi va atrofdagi qarindoshlarimizning haqqi va haq yo'llarga haylaydigan haqqi va millat uchun, millatning ozodligi uchun, millatning izzati uchun, da'vo yo'llari uchun haylaydigan haqqilari va shunga bu yerda Alloh taolo taqvodor mu'min degan mana shunda biz rizq qilib bergan mol-mulkatdan Alloh yo'lida sarf qiladiganlar deydi. Deb bo'lib aqstin yana bu taqvodorlar sana tushgan, ya'ni Muhammad alayhisalom o'zlariga tushgan Qur'oni Karimga kullan ishonadi. Ya'ni Qur'oni Karimning butun ichida bayon qilingan hukmlarga, ta'limotlarga bu Allohning tarafidan kelgan deb buningga ishonadi deydi. Va shuningdek o'zlaridan ilgari nozil qilingan butun samoviy kitoblarga macho o'zgartirilmagan haq kitoblarga bu Allohning tarafidan tushgan kitob deb buningga ishonadi. Dunyoda nurg'ulgan başka dinlikler, Hristiyan, Yahudiler, bular İslam'a, İslam'ın Kur'anlarına şek kılıdı, yakit tarafsızlık kılıdı. Hasad kılıp bolsa bununla inkar kılıdı ama Müslümanların bir alayideki üzgü düşken Kur'an mukaddes kitap Kur'an-ı Kerim gibi işiniyordu ve ilgirki semavi kitaplarını mı Allah'ın tarafından düşken kitap ikenligi işiniyordu. Mana bu müminlerin bir alayideki. Yana Allah Teala bir yerde ve bil ahiretihum yuqinun deydi. Yani bir süpte ola ahiretning bulğanlıqqa şeksiz işiniyordu deydi. Ahiret baken dep de koymasdan ahiretning barlıqqa şeksiz işiniyordu degen, yani ahiretning barlıqqa işengen adamdek hayatı yaşaydı, amel kılıdı, ahiret için tayyorlik kılıdı. Bu ölgenden keyin tirilish, cennet, do'zax bularga şeksiz işindiganlar. Ana aşla bular Rabbingninki to'g'ri yo'lining ustiga mangan odamlar ana shu şöyle baxtga erishkichlar deydi. Mushunda tushunchada, mushunda taqvo sifat bilan mangsa bular cho'qim sheksiz dunyo oxiratning baxtiga erishkichlardir deydi. Yana Alloh taolo sura Ali Imronninki yana bir oyatida taqvodorlarninki yana bir qancha sifatni bayon qilib mundaq deydi. Vasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Tercümesi Rabbinglarning mag'firatiga aldiranglar deydi. Rabbinglarning qilgan xatoliklarni bir kechirim qilib yetish bir yo'liga aldiranglar, tövbe qilinglar, istig'for o'qinglar va taqvodorlar uchun tayyorlangan kengligi osmon va zaminda keng jannatga aldiranglar. Bu taqvodorlarga tayyor qilingan deydi. Deb bu taqvodorlar kim? Yani Sura Baqarada to'xtalmagan, yani muhim yana bir taqvodorning sifatini bayon qilib, bularning bir sifati boylik holatidami, kambag'allik holatidami Alloh yo'lida nafaq qiladiganlar, yani xarajat qiladiganlar deydi. Boygo zaten o'zining boyliqiningki meylining zakotlarini beradi, anidan boshqa xayr ihson qiladi. Yani kambag'al bo'lgan bo'lsa ham o'zining holiga yarash bir odamlarga, atrofdagilarga bir narsa berib turadiganlar deydi. Şu mush oyat karimga amal qilish uchun sahobalar bir kun, 2 kun bo'sh vaqt chiqarsalar, hech bo'lmasa qach berib bir yerda bir ishlab, marika ishlab bo'lsa-mu, o'zing shu topgan pulini o'zinki va oilasi xarajat qilsa, qilib shu yerda sadaqat qilib yetib uyga chiqib ketadi deydi. Shu bizda bir gap bor, bakar ishlar deydigan. Mana bu cennetki iman, ahiret iman keltiren adamların süpti. Yani kambag'al men deb o'ltirmasdan shu yerda ishlab bir yerda ishligini shu yerda faqir miskinlarga berib bersa, bu oxiratda buni ajrini ko'rmaydigan narsa bo'ladi. Mushun niyat bilan berganda bu odamning taqvodor degili bo'ladi. Shunga biz taqvodorni yuqori degandek payg'ambar sallam taqvodor degan taqvolik bu yerda deb bizning qalbini ko'rsatdi. Yana bir payg'ambar sallam ogohlantirib, Alloh taolo sizlarningki suratlarga, shakllariga qaramaydi, Alloh taolo qalbingizga qaraydi deydi. Albatta qalbimizni go'zallashtirgandan keyin qiyofatlarimizni, shakllarimizni Qur'on sunnatga uyg'un bo'lishga tirishimiz, ammo ta'tirsiga
qalbimizni isloh qilmay turib, taqvolikni qalbimizga yerlashtirmay turib, tashqi qiyofatimizni taqvolarning qiyofatiga chiraverish bilan taqvo o'g'il bo'lmaydi dedi. Taqvolikning sifatini mana Qur'on, hadis ko'rsatgan o'lcham, mushu o'lcham shu. Bu o'lchamdan ortiq taqvolik bo'lmaydi. Şun bu yerda Alloh taolo taqvodorlarning bir sifati mana boy bo'lsa boyligicha, kambag'al bo'lsa o'zining kambag'alligiga yarasha Alloh yo'lida bir narsani berib turadigan odamlar deydi. Yana bu yerda payg'ambar sollallohu bir hadisini eslataman. Payg'ambar sollallohu aytgan, kunda bir ikki farishta tushib, "Ey Alloh yo'lida pul melni xarajat qilganlarninki o'rnini to'ldirib bersinlar, barakatni bersinlar" deydi. Baxil odamga halokatini tiziltib bersinlar deydi. Ya'ni baxil odamning bu mol dunyosini ketkizib bersinlar deb duo qiladi. Albatta farishtaning duosi ijobat. Buni ham tarixda biz ko'rdik ijobat bo'lganligini. Qanday ko'rdik? Nurg'ulg'an odamlar o'zining oz topsin, ko'p topsin, Allohning yo'lida topqanga yarash. O'zining kuchiga yetgan doirada xarajat qiladi. Xudoyim buningki iqtisodiga barakat berganligini ko'rdik. Nurg'ulg'an insonlar etgandan kech kishilik farzandlari, bütün oilalari çapıdı, yani barakat yo'q. Chunki u hayotida qo'lim qo'shnilarga atrofdagilarga manfaat yetkazadigan yerda emas. Mana inson taqvodor bo'lmaydi ekan, atrofdagi odamlarga manfaat yetkazish, millatninki kelajagi uchun ul hazırlash, millatning muhimda da'vo ishlariga pul mol sarf qilish qatorliqlar mana taqvodorlarning sifati deydi Alloh taolo bu yerda. Yani bir taqvatim deb kelib, "Vel kadiminal g'ayz" ochiqni yutalganlar deydi. Ochiqni yutmak oson emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir hadisda, "Yengan botir emas, o'zininki ochiqni basalgan botir" degan ma'noda bir hadis bor. Shunga yana bir qancha hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ochiqni ishni to'sqan. Chunki ochiqni yaxshilik olib kelmaydi. Nurg'ulg'an oilalarninki vayron bo'lishi shu ochiqni yutanmaganlikdan, basanmaganlikdan kelib chiqadi. Nurg'ulg'an do'stlardan arilib ketishi shu ochiqdan kelib chiqadi. Nurg'ulg'an tijorat sherikchilari sheriklikdan arilib ketishi, vayron bo'lishi shu ochiqdan kelib chiqadi. Hatta bugungi kunda salomatlik masalasi, har xil qon besim, bu kasallarning ko'pinchisining asosiy sabablari shunda ko'p ochiqnishdan kelib chiqadiganligini dunyo o'tirib qo'yadi. Şun bu yerda taqvodorlarning bir sifati shu intiqom ilishga qodir turuqliq. Onun uchun ochiqni yutalaydiganlar deb. Vel afinanin nas. Yani biri afi qilish nada bo'ladi? Yani osonlik qilgan, yomonlik qilgan odamga qarata bo'ladigan narsa. Yani bu yerda yo'lsizlik qilgan odamlar uchun ko'chirim qilib o'tib, afi qilib yashaydiganlar mana taqvodorlar deydi Alloh taolo. Taqvodorlarning sifati bu yerda biri boy olsa boylikqa yarasha, kambag'al olsa kambag'allikqa yarasha Alloh yo'lida pul mol xarajat qilib turdiganlar. Yani biri atrofidagi oila a'zolaridan tortib do'st qarindoshlar, bütün mu'min musulmonlar uchun mushunda ochiq kelganda o'zining ochiqini yutalaydigan, bir yo'lsizlik qilganlarningki ishini afv qila oladigan, ko'chirib yutalaydigan bo'lish. Mana bu taqvodorlar mushunday kishilar deydi. Alloh taolo muhsinlarni yaxshi ko'radi deb bu oyatda xulosalaydi. Ya'ni mayli o'zining mol dunyosidan ihson qilgan bo'lsin, mayli mushunda afv qilish orqali ihson qilgan bo'lsin. Muhsinin degan Alloh ko'rib turganidek ixlos bilan ish qilganlarning har bir ishini Alloh taolo ko'rib turdi. Alloh bunda bandalarni yaxshi ko'radi deydi. Mana bu taqvodorlarning yana bir sifati. Endi taqvodorlarning Qur'oni Karimda bir qancha sifatlarini bayon qilgan. Bo'lib yana bir oyat Karimda "Laysal birru" degan oyat Karimda "Laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib" bu laqasininki mashriq mag'rib qila yuzlanishingni yaxshilik qiyatmaydi. Yaxshilik degan Allohga iymon keltirgan, oxirat kuniga iymon keltirgan, kitoblarga iymon keltirgan, farishtalarga iymon keltirgan odam. Deb o oyatning oxirida mana an ashula iymon rastchil bo'lganlar, ana ashunda odamlarni taqvodor deymiz deb Alloh taolo taqvodorlarning yana bir sifatlarini bayon qilgan. Menimcha aql egalariga mana bu bugungi Qur'oni Karimdagi bir qancha oyatlarda sifatlangan taqvodorlarning sifati yetarli deb o'ylayman. Chunki bir qatimliq programma orqali taqvodorlarning hamma sifatini tugatishimiz mumkin emas. Endi bu taqvodor bo'lib yashagan odamlar nimalarga erishadi? Zaten biz yuqorida ayet bu dersimizin baş temisi mi? Taqvodor bo'lgan odamlar Allohning ne'matiga, baxt saodatga erishadi dedik. Bunun birincisi dunyo oxiratdagi baxt saodatiga erishadiganligi. Shu ulaykumul muflihun sura Baqaraning yuqorida o'qigan oyatning oxirida mana
An aşola dünya ahirette takva bulup muşunda süpetlerge iyi kişiler baxtlik bo'lgan insonlardir deb xulosaladi. Taqvodor odam ma'lum sinoqlarga duch kelgan bo'lsa-mu, nihoyat bu odam bizningki dunyolikdimi, oxiratdimi baxtini topadiganligini. Ikkinchi bir nimasi hidoyatga, hayotining oxirgichilik haq yo'lda menish nisb bo'ladi ekan. Şun Kur'an-ı Kerim'de aynen "Huden lil muttaqin." Bu Kur'an-ı Kerim takvadar adamlarga yol gösterip nağdan kitap deydi. İnsan takva yaşasa Kur'an-ı Kerim'ninki nimisini çıkartmaydigan, yani hidayetçi de hayatın ahirinde Allah'ın aldığı hidayet uçuruş bağın kadar hak üstünde müstehkem duruş nasip buludu degen oldu. Üçüncüsü takvadar adam Allah'ınki yaxşı görüşüge erişiyor. Ama eylenin bir arzuyumuz var. Bir takvadarlıkka erişsem buldu, takvadarlardan bolsam buldu deydigan. Çünkü İslam bir adamni cennetke çirgizishga musulmondachilik degan shariatning zahiri demese de bo'ysungan kishi degan bo'ladi. Ammo cennet faqat taqvodorlarga va'da qilingan. Allohning yaxshi ko'rishimi taqvodorlarga xos qilingan. Shunga biz musulmon bo'lgandan keyin chuqum taqvodor musulmon bo'lmay turib, dunyo oxiratlik bu murad maqsadlarimizga yetolmaymiz, bo'lib Allohning sevgisiga erişemaymiz. Mana bu 3-cü bu taqvodorlarning mukofoti Allah'ın sevgisiga erishish deydi. Dördüncüsü cennetke, asman zemindeki kanlık cennetke erişidi. Yukarıda ayetimiz anlattım zaten. Takvadarlar için teyalangan asman zemindeki kanlık cennetke aldıranlar degan ayet kerimde. Bu takvadar adamlarning cennetke çırdıganlığı çıktı. Beşinciden takvadar adamninki işlerinin asan bulduğanlığı. Kur'an-ı Kerim'de "Ömen yettakillah yec'allehu min emrihi yusra" dedi. Kim takva buludu iken Allah onun işlerini asallaştırıp veriyordu dedi. Takva Allah'tan korkan adamın her kanda işi asallaşıyor. Malum vakitlik sınap onu bir iş destekte bir hal çigik halette, kıyın halette başlansın mı? Ama Allah'a takvalık kılan adamın işi ahir neticede çokum bir Allah onun işlerini asallaştırıp veriyordu. Altıncı mı şöyle ki çıkış yolu, her kanda birisinin işten çıkış yolu tapalaydı deydi. Bunun mu delili? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah'tan korkan adamın ki bir kıyınçılık çırıp kalsa, çıkış yolu tapamağını onun çıkış yolunu birimiz, onun oylumuğa yadına rızkını kanarıp birimiz deydi. Bunun kimi? Mısdakını ben zaten hayatımda kuruvatime, nurgulluğun şimdi adamlar bah, cügürü jip, çepi jirip, o yüzden bir rızk yollarını tapamavatkan, ama nurgulluğun bir karindaşlarımız var, takvalıkla yaşaydıgan Allah Teala onunla, küçülmezden bir cık bir tırışması mı insan, Allah Teala oylumuğa yerlerinden rızkını kankıp bergen, rızklığa bereket bergen. Bu bereket mühim neyse. Yani rızkını ki bereket nereden buludu? İnsan takvadar boğa vaksı da Allah'ın bergen nimetlerde bunun bereket buludu. Çünkü bazıları haset kılıp, o bu çalışkanda kılmavat attı, bunun bu nimetli nereden geldi, bunun bu ölür nereden geldi deyişidi insanlar. İnsan Allah'a takvalık kılsa, Allah'tan korksa, rızk Allah'ın kuludur. Bunun oylumuğa yerlerden rızkını kankıp veriyordu. Belki rızkta hem bereket veriyordu. Bereket yukarı degendeki bereket bulmasa bu insan capa tatkını kalıdı. Yani bu insanınki bu belki nimetlerden üzü hem avlatları hem eskatmaydı. Yani yeni biri bu takva Allah'ın veli bendilisine bulalaydıganlıqını sözdeydi. Kur'an-ı Kerim'de in evliyahu illal muttaqun. Allah'ın veli bendiri fakat takvadar adamla Allah'ın veli bendiri bulalaydı. Allah'ın veli bendileri de bir hadislerde bayan kıldı. Allah bir bendisini yaxşı görse, veli bendirin qatarda kılsa, bunu yaxşı gördüganlığı, bunun bütün elqi, kuli, puti, bopırdıganlığı, bütün hacetlerini ada kıldıganlığı Allah'ın sözü bulundu. Yani hemimiz Allah Teala'nın yaxşı gördügan bir veli bendilerinin buluşunu arzu kılımız. Bu arzumuz yetiştiğinin birinin bir yürü takvadarlık. 8. bir mukafati yaxshi aqibet, yaxshi kelajak. Vel aqibetu lil muttaqin. Kur'an-ı Kerim yana vel aqibetu lit taqva deydi. Yaxshi aqibet, yani yaxshi kelajak taqvadarlık buludu. Yani taqvadarlar üçün onunki ahireti, kelajagi, bu dunyodagi kelajagi va oxiratdagi kelajagi yaxshi buludu degan. 9-cisi amellerinin kabul buluşu.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de innema yetekabbalullahu minel muttaqin. Allah takvadır bendining amellerini kabul kılıdı deydi. Ben de takva olmasa, riyakar bulup kalsa, bunun kıygan emelleri bekar ketip kalıdı. Kalbi su alıp kötegine okşaş. Biz bir dersimizde şu Allah ihlas bilen ibadet kılınlar diye ayet-i kerimden şu şerihlerde biz bu mezmunda toxtaldık. Takvasız kıygan emel kabul olmaydı. Emelimiz kabul bolsun dedikimiz çokum takva buluşumuz lazım. Takva buluş deganning ma'nosini biz yuqori tushundik. Qur'on hadisda ko'rsatgan. Takvadarlarning sifatini o'zlashtirganda an takva bo'g'il bo'ladi. 10-chi jannatningki Allohning izni bilan jannatning varislari bo'g'il bo'ladi. Shu Qur'oni Karim yana bir oyat karimda tilkal jannatillati nurusu min ibadina man kana taqiyya. Takva ben bo'lgan bandalarimizni ash jannatga varis qilamiz degan Alloh taolo. Allah Teala hemmimizni şu Kur'an-ı sünnet boyunca yaşayalı, muttaqi salih bendilerinin qatarından boğul nasip kılsın. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.